Hürmetli vatandaşlarım, əmdiki liksiyimizin mavzusu mındaq. Reis Xi Jinping ciddi yığınıcı, uruş tayyorlik qilishga buyruq tushirdi. Mavzuli xabar 9 ayning 29 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu bosh so'zga so'zimiz bilan munosabatmi qandaq? Bir nima degili bo'lmaydi. Tor betida e'lon qilindi. Partiya miltiqi rahbarlik qiladi. 19 qurultayning ochilish yaqinlashishiga ergashib, Jongnanxay yana bir signal yangradi. Signal jiddiy yangradi. Boşun torbetining Beijing turishlik muxbiri, bu Boşun degan bir yolg'onchi torbeti, lekin men xabar ekan, endi men xabar qilib beryapman sizlarga. Boşun torbetining Beijing turishlik muxbiri Jongnanxayda xabardor kishilarning ega bo'ldiki, Jungoning Reis Xi Jinping yuqori darajaliklarning ichki qismida jiddiy yig'in chaqirib, jumladan 7 nafar doimiy hay'at a'zolari, Reis Xi Jinpingning aqlda mollari, Davlat Mudofaa Ministerligi, Saqchi Ministerligi va harbiy taraf qatorliq bo'limlarga munosabatlik yuqori darajaliklar bu yig'iniga qatnashdi. Reis Xi Jinping riyosatchilik qildi va muhim so'z qildi. Muqimlikni qo'g'dash ehtiyojini chiqish qilib, bo'libmi davlat bayrami va To'qach bayrami yetib kelganda, Jongnanxay kishilarning alohsada bo'lishini xohlamaydi. Uningda qas yaqinda xotira qoldirish, yig'indan xotira qoldirishmi ham cheklandi. Matbuotga e'lon qilish ham cheklandi. Jungo Hindiston doklam krizisi oxirlashdi. Amerika Chavshan harbiy harakatining yoshurun tahdidi o'zliksiz o'rlamoqda. Gerçi urush boshlanmagan bo'lsa-mu, rostli urush bo'lamdi, bilgili bo'lmaydi. Lekin bu holatning hammasi 19 qurultaydan burun ichki va tashqi kayfiyatni buzib o'tdi. Reis Xi Jinping bu yig'inda armiya xillarga qattiq buyruq tushirib, kechini tongga ulashni talab qildi. Umumiy yuzlik birinchi darajalik harbiy holatga kirishni talab qildi. Reis Xi Jinping tashqariga urushga tayyorlik qilish, ichki jihatda harbiy o'zgarish va siyosiy o'zgarishdan mudofaa ko'rishni talab qildi. Chavshanning rahbari Kim Jong Un bir qancha qatam raketa sinov qilib, hatta vodorod bombasini sinov qilib, birlashim bayonot kechiringlar, sinov qilib, Jungo Chavshan munosabati 0 nuqtaga tushib qoldi. Jongnanxayning ishlaridan xabardor kishi davomlashtirib bunday ko'rsatdi. Harbiy tarafdan doimiy hay'atlar qatoriga kiradigan Fanxunxuy qayerga ketdi? Hech kim bilmadi. Balki Reis Xi Jinping tezlik bilan Shunjingsayni qo'lga oldi. Bu ishlar ko'rsatdiki, Reis Xi Jinping siyosiy o'zgarish va harbiy o'zgarish yuz berishdan ansirashga boshladi. Jungo matbuoti qo'mondon va askarlar bir niyat mavzusi ostida maqola e'lon qilib, tunji qatam Xi Jinpingni qo'mondon deb atadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi rakistalarining Jungoni tuyuqsiz ziyorat qilishi, Prezident Trumpning Jungoni ziyorat qilish ishlarini o'rinlashtirish elib berishdan boshqa eng muhim vazifasi Reis Xi Jinpingni o'z ichiga olgan holda har darajalik yuqori qatlam amaldorlar bilan raketa odam bilan Aljigan qiri o'ttirisidagi majroni qandoq oxirlashtirish, Chavshan yarim orli vaziyatining va Sharq Shimol Osiyo vaziyatining jiddilashib ketishining oldini qandoq olish masalasini ham muhokama qilishdi. 10-ayning 1-kunida bir organning hujjatlarini bartaraf qilish nizomnomasi rasmiy yo'lga qo'yildi. 10-ayning 1-kunida kechiringlar, harbiy organlarning hujjatlarini bartaraf qilish nizomnomasi rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu nizomnomada harbiy buyruqning to'mirdak intizom ekanligi ta'kidlanadi. 19 qurultaydan burun qo'mondon Xi Jinping generallar va askarlarga qo'mondon bo'lib, armiya ichida o'zgartishlar olib bordi. Urushga tayyorlik qilish va siyosiy o'zgarishdan bahas bo'lish uchun yangi bir navbatlik Markaziy harbiy ishlar komitetining saylimi
ve elişiş qaraganda reaksiya davri kirdi.